Bugun keling Siondagi bayramlar va najot mavzusida Xudoning kalomini o'rganaylik. Xudoning bayramlari muhimdir. Muqaddas kitob o'rgatadiki, Xudoning bayramlariga rioya qilganlarga uning xalqi ekanini tasdiqlovchi belgi beriladi. Shu sababli muqaddas kitobda najot borasida bayramlarga rioya qilish va qilmaslik o'rtasida katta farq borligi aytilgan. Bayramlar orasida Levilar kitobining 23-bobiga qarasak, Fisix va xamirturishsiz non bayrami kabi yillik bayramlar bor. Yana qanday bayramlar bor? Birinchi hosil bayrami, haftalar bayrami, Karnay bayrami, poklanish kuni va chayla bayrami bor. Bu 7 bayram yiliga 3 marta nishonlangani uchun ular 3 vaqtda 7 bayram deb ataladi. Shuningdek, haftalik bayram Shabbat kuni ham bor. Xudo bu bayramlarni nega belgilagan? Orimiyga mavsumida Xudo o'z xalqini uning xalqi bo'lmaganlardan ajratadi. Xudo bug'doyni begona otlardan ajratganidek, bayramlarga rioya qilganlar va qilmaganlarni ajratadi. Muqaddas kitobda rioya qilganlar osmon omboriga yigilishi, qilmaganlar esa abadiy olov jazosi bilan yo'q qilinishi o'rgatilgan. Keling, Chiqish 31-bob 13-oyatiga qaraylik. Keling, Chiqish 31-bob 13-oyatida Xudo haftalik bayram, ya'ni Shabbat kuni haqida nima deganini ko'raylik. Isroil xalqiga mening shu gapimni yetkaz, menga bag'ishlangan Shabbat kuniga rioya qilib yuringlar. Avlodlaringiz oshi, bu nima bo'ladi? Shabbat kuni men bilan sizlarning orangizda alomat bo'lib xizmat qiladi. Muqaddas kitobda Shabbat kuni avlodlar oshi belgi bo'lib xizmat qilishi aytilgan. Keling, Chiqish 12-bob 13-oyatiga nazar solaylik. 11-oyatdan o'qisak, buning Fisix bayrami haqida ekanini oson ko'ramiz, shunday emasmi? 11-oyatda Fisix bayrami sahnasi tilga olinadi va shunday deyilgan, egangizga bag'ishlangan Fisix shudir. 13-oyatdan davom etaylik. Eshiklaringizning kesaksiga surtilgan qon yashayotgan uylaringizni. Qon nima bo'ladi? Belgilaydi. Qozining qoni belgiga aylandi. Uylarning eshik romlarining yon va tepa qismiga qozining qonini surtgan oilalar haqida Xudo shunday dedi: Bu uy mening xalqimning uyidir. Bu uyga hech qachon vabo tegmasin. Shu sababli Fisix bayrami tayinlangan. Eshiklaringizning kesaksiga surtilgan qon yashayotgan uylaringizni belgilaydi. Qonni ko'rib sizlarni chetlab o'taman. Men Misrni jazolaganimda, o'lat ofatidan sizlar omon qolasizlar. Bu kunni sizlar to'abad esda tutishlaringiz lozim. Har yili bu kunni men egangizga atalgan bayram qilib nishonlanglar. Bu bayram avlodlaringiz osha doimiy qonun, qoida bo'lib qolsin. Bu yerda ham muqaddas kitob Fisix bayramining belgi ekanini aytadi. Fisix bayrami, Shabbat kuni va barcha bayramlarni Xudo unga ishongan xalqining belgisi sifatida berdi. Demak, bayramlar muhim emasmi? Xudoning bayramlari bo'lmagan joylarda odamlar qanchalik hazrat, hazrat deb baqirmasin, Xudo ularni rad etib, men sizlarni hech qachon tanimaganman, deydi. Biroq Xudoning bayramlari bor joyda, Xudo u yerdagi xalqni tan olib, men sizlar bilan bo'laman, deydi.